Salom qizlar. Anjilda vaqt o'tyapti. Shunday pishgan, yana terib olyapman. Bir-ikki kunda ko'mib qolamiz. Hozir kun issiq, rosa ko'p. Shular terib olayım nabiralarimga. Varinimiz ko'p, juda ham ko'p qilganmiz endi. Pishganlarni terib olay bolalar jiyda. Men termasam ular kelmaydi bu yoqqa. Chunki vaqti yo'q. Sabahdan vaqti yo'q. Sabahdan keyin krujokka boradi. Shuni kelinlarga aparib qo'yay. Kecha bolamga ko'p berib xalaga. Voy bu ko'p o'xshaydi. Mana yerda o'zidan qancha chiqyapti. Hozir qizlar mizomoyda juda ham ko'p bo'lgan, mana toza tatli bo'lib ketgan. Ko'z tegmasin. Tomoqlarni tushmasin. Prosta video olyapman. Qaranglar. Mana yağmur yog'sa shu yetib ochilib ketadi. Bunisini olmayman. İchiga mikrob kirgan deb. Bitta joydan o'zi bitta chiqyapti. Voy, qarana qanday pishib ketgan. Yozda sap-sar bo'lsa, kuzda yana bolamga berib beraman deyman. Ana shu yerda o'zidan shuncha chiqib ketdi. Men termasam bular yemaydi. Oho! Ay, juda ham jannatning mevalari deydi. Men buni barini terib olishim kerak ekanda. Kelinga oparib bersam, hozir kattasi chelak olib kelib teraman, varini qilib tashlaydi. Mana qaranglar. Suv tegsa ochilib ketadi. Ko'p ochilib ketgan, juda ham pishib ketgan. Mana ular ham ochilganmi? Ochilganlari mikrob deb olmayapman-da, variniga bo'ladi. Shuna qarang, jeritaklarda. Juda ham hosildor narsa-da bu. Ko'chatlar sotiladi odamlar. 2 mutanga kim olayotgan bo'lsa, kelaversin. O'zim og'aylarning bari biladi meni. Chunki buni mehnati o'ng'ay emas. Kelishamiz. Solgandan 2 kundan tuyatganlari bor. Egil kutayotgan ko'chatlar bor, qizlar. Kim meni statusimni kuzatib borayotgan bo'lsa, ekinglar. Nevaralaring jiydi. O'zlaring jiysizlar, suni sog'ursa, xudo xolasa, yana o'zi tuyaveradi. Chunki bu qimmat. Yana usta yo't bor buning. Shunday qizlar. Voy.